Assalomu alaykum. Meni shu qadrli bo'lgan hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Xonadonlaring tinchmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Borlaringga shukr va sog' bo'linglar hammalaringga. Bugungi kun yana ham ajoyib zo'r bo'lishini tilagan holda obunachilarimizdan kelgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Bu savollarimiz bo'lgan hozirgi kunda eng hamma uchun dolzarb bo'lgan qiziq savollardan biri omoqda yemlarni tayyorlash jarayoni. Shuni hozir qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab, like bosib turinglar. Sizlarning qo'llab-quvvatlashlaring menga motivatsiya bo'ladi, kuch bo'ladi. Yana chiroyli obzorlar chiqarib berishga harakat qilaman, xudo xolasa. Shunday qilib boshladik bo'lmasa do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana sizlarga ham qulaylik bo'lish uchun hamma yemdan jicha-jichadan qo'yib oldim, mana xudo xolasa. Deylik. Makka, oqshoq, kurmak, sholi kepak, bug'doy kepak, rakushka va baliq yog'i, trikalsiy, vitaminlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, hozirgi kunda mana yemimiz ham bor, mana Samarqanddan chiqadi. Broiler jo'jalar uchun juda zo'r yaxshi yemlardan biri. Aksariyat hollarda biz buni doimo bera olmaymiz, chunki hammani ham o'zining ehtiyojiga qarab turib borini berishga harakat qiladi. Hozir men sizlarga mana bu ko'rsatib o'tgan yemlarni, mana shu yemlarni mana shuni kuchi yetadigan darajada sizlarga tushuncha berishga harakat qilaman, xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, yem tayyorlashda, omoqda yem tayyorlashda shunday narsalarga e'tibor qilish kerakki, yemlarni bir-biriga qo'shib, narx balansini pasaytirib, kaloriyasi yuqori darajaga olib chiqish. Hurmatli do'stlar, kuzatib turasizlar. Mana hozirgi paytlarda hamma uchun dolzarb, jo'jalar ko'paygan, doimiy bunaqangi qimmat 10 minglik yemni olib berishga hammaning ehtiyoji bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshilab kuzatib boringlar. Xo'p, do'stlar, men shunday hisobot olamanki, masalan, mana makka 1 kilo makka, oqshoq 1 kilo, kurmak 1 kilo, kepak 1 kilo, sholi kepak, bug'doy kepak 1 kilo, rakushka 0,5 baliq yog'i, vitamin. Shuni tayyorlayapman. Hop, kilogramlarni yozyapman. Mahsulot nomi, kilogram, summasi, qaysi qanchadanligini. Hop, shunda bo'lyapti. Hop, mana shu 1 2 3 4 5 6 7 8 xil narsani o'zi donlar va vitaminlar, yog'lar hisobiga 5 kilo 150 gram don bo'lyapti. Narxlarni qo'shib kelyapman. Hozirgi kundagi narxlarni yozib turib, jamini hisoblayapmanda bu 18 ming bo'lyapti. Bu degani 5 kilo 150 gram donimiz, yemimiz 18 mingga aylanyapti. Xo'p, shunday xulosa qilish mumkinki, do'stlar, hammani shu narsani o'zlarining uyda tayyorlasalar ham bo'ladi. Masalan, makkani hozir butun oldim, buni yorma holatda bo'lishi kerak. Bu jo'jalar uchun juda yaxshi. Yorma holatda makka, oqshoq o'zi bo'laveradi, kurmagan o'zi bo'laveradi, sholi kepak ham o'zi bo'laveradi, bug'doy kepak va boshqa nimalar. Xo'p, do'stlar, mana shularni hammasini aralashtirganimizdan keyin mana shuncha kilogramli yem bo'ladi. Xo'p, summasi 18 ming bo'ladi. Endi qaranglar do'stlar. Xo'p, eng zo'r narsadan biri mana shu baliq yog'i. Buni o'zlaring bilasizlar. Qishi bo'yi baliqxonalarda baliqlarda qovurilgan yemlari, kechirasizlar, yog'lari bo'ladi, atxot yog'lari ishlab bo'lgandan keyin bularni shu baliqchakalarimiz sotishadi. Aksariyat tovuqlarni, hayvonlar yemi uchun tayyorlanadi bu yem. Hozir masalan do'stlarim, sizlar bularni hammasini topolmasligingda, masalan, kurmak, oqshoq kurmak, kepakni o'zini topsangiz ham, mana shu baliq yog'idan qo'shib yuboradigan bo'lsangiz, mana shu baliq yog'idan, mana shu yog'li kaloriyali yemga aylanadi mana shu. Quvvati shunaqangi zo'r bo'ladi, chunki baliqda yog'i katta effekt beradi. Masalan, oddiy kunjarani olaylik. Kunjara o'sha paxtani chigitidan o'sha yog'ini olgandan keyin bo'ladi.
o'sha yog'i borligi hisobiga, shunday yog'i borligi hisobiga haqiqatan kaloriya, energiya shunaqa kuchli darajada bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, xo'p, yemlarni balansini tushirishda shu tomonlarga e'tibor qilish kerak. Masalan, mana shu yerda men har safar bu o'zimni parrandalarimni nimasi uchun, mana o'rdaklar uchun kundalik yem mahsulotlari, mana ratsionlar, shuni oy-moyiga tayyorlab boraman mana. Narxlarini, summalarni qanaqa holatda qilish kerakligini hammasini tushirib boraman. Katta to'g'lar uchun ham bor, boshqasi uchun ham bor. Tuxumlanishchi to'g'lar uchun ham qanaqa tayyorlash kerak? Baliqlar uchun, mana baliqlar uchun rost. Xulosaski do'stlar, mana shu yerda men yem tayyorlaganman. Mana shu yemni mana menga 2000 ga aylangan mana shu yerda yem. Endi buni balansini hisob olishini tushirib boraverasiz. Masalan, qimmat yemingiz qimmat yemmi, ozgina kepak qo'shib yuborasiz. Masalan, mana shu uchovini aralashtiradigan bo'lsangiz ham, hop, bilik oqshoq 2500, kurmak 2000, bu 1500. 1 kilo 2 kilo. Bundan kepakni 2 kilo qo'shib yuborasiz-da, mana shu narsani o'zi 4 kilo bo'ladi. Endi qarab turing. Hop, 2500, 4000 bo'lyapti. 1500 dan 3000 bo'lyapti. 7000 ga 1, 2, 3, 4 kilo yem bo'lyapti. Baliq yog'ini qo'shib yuborasiz bunga. Va oz miqdorda rakushka qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Rakushka ya'ni bu chaqanoq. Dengizlarda, okeanlarda bo'ladi bu narsa. Keyin vitamin qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, yemni balansini tushirish va kaloriyasini oshirishda asosiy rol o'ynaydigan narsa yog', baliq yog'i. Keyin mana shu keyingi oyga o'tgandan keyin bunga qo'shimcha arpa qo'shasizda, makkani sal kamaytirasiz. Yarim qilasizda. Yarim bo'ladi. Yarimdan keyin bunga arpa qo'shasiz. Shunda endi buni arpa deb turaylik. Shunda yem mahsulotlarini qarang. Makka, arpa, oqshoq, kurmak, kepak, bug'doy kepak, rakushka, vitamin. Shunda yemimizni ko'ryapsiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xil, yog' bilan 9 xil narsaga aylanyapti. Mana do'stlar, omoqda yemni tayyorlash jarayoni. Shuning uchun ozgina fikr xulosa qilinsa, o'zingizda bor narsani tegirmonlarga olib borib chiqarib turib, mayin holatga keltirsangiz, arzon sifatli yaxshi yem tayyorlash mumkin. Doimiy mana bunda yemni olishga ehtiyoj qolmaydi. Qishloq ayniqsa qishloq xo'jalik parrandalari, o'rdaklar uchun mana shu yem juda bakor keladi. Xo'p, yozgi kuniga borgandan keyin oqshoqni ham kamaytirasiz. Ketdi iyul, avgust oyiga o'tganda. Kurmakni ham kamaytirasiz. Yarim qilib. Kepakni ko'paytirasiz. Chunki donli mahsulotni issiqda kunida bular yeya olmaydi. O'zi kun issiq, D vitamin o'ta darajada o'zi yetib ortib ketadi. Asosan o't yeydi. O't va yumshoq yem yeydi. Shuni hisobiga sholi kepak, bug'doy kepak, bulardan yarim qo'shasizda, baliq yog'ini qo'shib yuborasiz. Shunda deylik, shunda yemingiz kelib chiqadi, sizga deyarli bir 2000, 1800 so'm, 2000 so'mga aylanadi. Mana shu yemlaringiz. Bunda hozir misol keltiryapman, arpa yo'q, arpani deganki, masalan, bo'lyapti makka, arpa, buni pichasiga bug'doy qo'shib yuborasiz. Bug'doyni ko'p qo'shmang, bug'doyni juda effekti unaqa bo'lavermaydi parranda uchun. Ortiqcha isrofgarchilik bo'lishi mumkin. Xo'p, mana shuni tayyorlagandan keyin iloji boricha kepakni ko'paytirib boraverasiz. Masalan, bulardan 1 kilodan qo'shadigan bo'lsangiz, sholi kepakni 3 kilo. Buni bug'doy kepakni 1 kilo qo'shib yuborasiz. Shunda yemingizni borgan sari balansi tushib boraveradi do'stlar. Doim ratsion tuzishda mana shu holatda tuzib qo'yinglar do'stlar. Nima narsa qo'shib turgan bo'lsangiz yozing. Qancha kilogramm qo'shib turgan bo'lsangiz shuni yozing. Va summasini kilogrammda chiqaring. Mana hammasini qo'shsangiz kilogramm kelib chiqadi. Keyin bularning pastga summasini yozasiz. Summasini yozib kelganingizdan keyin qancha summa bo'lyapti jami. O'shanda
yemga bo'lib tashlasangiz, sizga o'shanda yemingizni, tayinlangan olmoqda yemingizni summasi kelib chiqaveradi keyin mana. Balki hop, o'rtacha hozir men borini oldim. Bundan arzonroq yemlarim bor. Arzonroq kepak, don mahsulotlari bor. Bunga qo'shimcha mosh qo'shishingiz ham mumkin. Kuz oyida aksariyat donlar arzon bo'lib ketadi. Sholi kepaklar ham arzon bo'ladi. Kurmaklar, oqshoqlar, shipirguruqlar chiqadi. Ashulaqalarni tegirmonga olib borib turib, hammasidan bir qop olib borasizda, tegirmondan chiqarib, yorma shaklga keltirib turib, hammasini aralashtirib, baliq yog'i va vitamin rakushkani qo'shib yuborsangiz, sizga qarabsizki, sizga mana shunaqangi kaloriyali, deyarli shuni kuchiga yetib boradigan kaloriyali yem kelib chiqadi. Tan narxi lekin bundan 2-3 barobar arzon bo'lib kelib chiqadi. Hozir men mana bittasi bundan keyingisini yana bitta tayyorlab ko'rdim. 17.700 so'mga to'g'ri kelyapti. 6 kilogramm yem 17.700 so'mga to'g'ri kelyapti. Men bu yerda qo'shimchani qo'shdimki, buni tan narxini sal tushirish hisobida kepak, sholi kepakni 2 kilo qilib mana yerda 1 kilo yozilgan 1500 so'm. Bu yerda 2 kilogramm 3000 yozilyapti. Bu yerda o'zi asli tenga-teng hisoblangan deyarli do'stlarimdek ko'rsalaring. Masalan, makkani yarim kilo yo 700 gramm qilishingiz mumkin. Oqshoqni ham masalan yarim kilo, kurmakni 1 kilo qilishingiz mumkin. Kepakni 3 kilo qilib yuborishingiz mumkin. Buni kepakni 1 kilo qilishingiz mumkin. Hop, yog', baliq yog'lar shu vitaminlar o'z holatida qo'shib borasizda, mana shu iqlimga qarab kepakli mahsulotni qo'shganligingiz hisobiga yemingizni tan narxi ko'payadi. Masalan, mana 8 kiloga aylanadi yoki 9 kilo bo'ladi yoki 10 kilo bo'ladi mana u. Shu kepaklarni qo'shganingiz hisobiga mana qimmat yemlarni chiqarib sal kam qo'shib turib, shuni ko'paytirganingiz hisobiga. Keyin summani yozib chiqqaningizdan keyin hozir bunday hisoblaysiz, demak 20 mingga to'g'ri kelibdi. Hammaki 10 kilo. Demak, mana shuncha yemim 2000 danga to'g'ri kelyapti. Ayamay bervarasiz agar akalar, ayamay. Shuning uchun ratsionda mana shu to'g'ri hushyor e'tiborli bo'lsalaring, sizlar uchun nihoyatda manfaatli, maza qilib boqasiz. Shuning uchun hisob-kitob joyida bo'lsa, hammasi a'lo darajada bo'ladi. Xo'p, indigotka o'rdaklarda yana bitta zo'r qaridan biri, buni andijonlik akalarga juda bob bo'ladi, chunki ularda barda zavod bor. Bardalar hozir bilmayman, bir 200 so'm, 250 so'm shuna atrofida bo'lsa kerak. U bardani o'sha quyug'ini o'rdaklarni berib boqing, shunaqangi zo'r bo'ladi. U barda shunaqangi zo'r narsa, bepul boqasiz deyarli. Masalan, 1 litri adashmasam 200 so'm yo 250 so'm, balki 300 so'm bo'lsa bo'lishi ham mumkin. Oldin bizda ham zavod bor edi, o'sha zavodda boqardik, o'shancha minglab boqib yuborardik. Uzun naqadan polietilen turbadan yasardik-da. Oxirida yasab turib, shunga quyardik. Quyib yuborgandan keyin shunaqangi ichardan ichgandan keyin jim yotardi, bari suvga shuvalib, suvga ichib maza qilib yotardi. Andijonlik akalar, bosinglar aka shu joyiga. Barda zavod sizlarda bor, haqiqatan ishlayapti, zo'r ishlayapti. Yemlari zo'r, atalar shunday zo'r chiqyapti. Quyuq-quyug'idan bosing, o'rdalaringizni otib yuboradi, gumbullab ketadi. Mana hurmatli birodarlar, yem haqida ham hozircha oz bo'lsa ham tushuncha berishga harakat qildim. Endi xulosa yana o'zlaringdan. Qanaqa yem mahsulotlari topsangiz ham shu baliq yog'ini qo'shing, vitaminni qo'shing, shunaqangi zo'r bo'ladi. Oddiy sholi kepakka ham baliq yog'ini qo'shib bering, yog'li yem bo'ladi. Mollarga ham beriladi bu narsa, baliq yog'ini yemlarga qo'shib. Shunaqangi zo'r bo'ladi, shikolat bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Oddiy kepakni 1,5 milli kepakni baliq yog'i qo'shib turib, kaloriyali yog'li yemga aylantiryapmiz. Masalan, aytib o'tgandek, kunjaralar ham chigitni yog'ini olingani hisobiga atxotida yog' bo'ladi. Shuni hisobiga yog'li bo'ladi. Hayvonni gupirtirib yuboradi, dumbillatib yuboradi. Xulosiki do'stlar, mana shundan xulosa qilasizlar.
qanaqadan topsalaringlar hammasini yorma holatda qildirib turib, hammasini bir-biriga qo'shinglar. Baliq yog'i, vitamin qo'shib yuboring, rakushka qo'shing. Narx balansi tushadi. Qancha bo'lsa boqsangiz bo'laveradi. Hurmatli birodar, juda xursand bo'lasiz hali siz shu usulni qo'llab ko'ring. Alloh rozi bo'lsin deyaverasiz. Xo'p, hurmatli birodarlar, endi qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Endi o'zlaring fikr xulosa hamisha har doimgidek o'zlaring qilasizlar. Chunki har bir insonda o'zini fikri va g'oyalari, istaklari bo'ladi. O'shanga qarab kam-ketigi bo'lsa agar oldindan uzr so'rayman. O'zlaring fikr xulosa qilib turib, shunaqangi yemni o'zlaring uyda tayyorlasalaring ham bo'ladi. Har doimgidek 7-8 minglik, 10 minglik, 15 minglik yemni olishlaring shart emas. Imkonlarga qarab qo'yasizlar. Endi qishloq xo'jaliklari uchun juda bo'pti bu narsa. Sog' bo'lasizlar, hurmatli birodarlar, Allohga shukr. Dakbosi bizni qo'llashda davom etasizlar, hurmatli obunachilar. Oilalarga xotirjamlik, feyz barakat tilayman. Dehqonchilik ziroatlarga, chorva parrandalaringga, umrlaringga, mol-jonlaringga Alloh barakotini bersin, ilohim. Yaxshi niyatlarni o'ngidan bersin. Bolalaringga shukr, sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rish nasib bo'lsin, ilohim inshaalloh. Sog' bo'linglar birodarlar.